Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Bugungi videoyimizda Yaponiyada imkoniyatlari cheklangan insonlarga qanaqangi darajada sharoit qilib berilganligi haqida bo'ladi. Xo'p, ko'rib turganingizdek, mana bu sariq palasa. Bu yoq tarafida ham bor. Aqrodan ko'rsataman. Bu aynan ko'z ojizligi uchun qilingan mana. Oxirigacha ham ketgan. Mana bu ham mana pul to'lash uchun dinni ko'z ojizligi uchun mana bu yerda shu holatda mana ketaverishadi. Mana eskalator oldida ham bor. Zinani ham oldida bor mana. Shunday yurib bemalol adashmasdan, qiynalmasdan chiqib ketsa bo'ladi. Har bitta chorrahana oldida ham bunaqa sariq palasa qo'yilgan. Narigi tarafda ham. Mana misol uchun do'kon oldiga kirishda ham qo'yilgan. Videoni ko'rdinglar, sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Endi esa videomiz foydali bo'lishi uchun sizlar bilan bitta so'z yodlaymiz, ya'ni bu so'z kiro, sariq, kiro. Tezroq yodlab qolishinglar uchun o'sha yo'ldagi sariq chiziq bilan bog'lab olsanglar, so'zi tezroq yodinglarda qoladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.